Assalomu alaykum hurmatli Manyus kuzatib boruvchilari. Bugun mana 17-yanvarga ham o'tibmiz, 12 dan o'tibdi. Kech video qilyapman. Bugun O'zbek platformasida 3-4 ta jurnalistni, Taftish.uz jurnalistlarini qo'lga olingani haqidagi xabar tarqaldi. Ko'pchilik izohlarda fikrlarni bildirishyapti. Ya'ni Facebook'dagi sahifalarda fikrlarni bildirishyapti. Kamina ko'p holatlarda jurnalistika haqida ham gapiramanki, yoshlarga biroz bo'lsa ham dars bo'lsin deb. Misol uchun jurnalistika ikkiga bo'linyapti, faoliyat nuqtai nazaridan. Kimdir rasmiy jurnalist, kimdir esa mustaqil jurnalist. Rasmiy jurnalist davlatdan maosh oladi. Qaysidir gazetada, radioda, televideniyada ishlaydi va maoshini oladi. Ya'ni uni yozish uchun, gapirish uchun, qaysidir muammoni yoki xabarni, yangilikni ommaga yetkazgani uchun davlat unga maosh beradi. Mustaqil jurnalist esa biron bir masalani ko'targani uchun kim unga maosh beradi? Unga hech kim maosh bermaydi, chunki u davlatda ishlamaydi. U fuqarolar bilan ishlaydi, fuqarolar murojaati bo'yicha ishlaydi. Aytaylik, siz menga bitta masalani ko'targin, shu muammoni ko'targin dedingiz va qonunchilikda bor narsa qalam haqqi degan tushuncha bor, gonorar deyishadi. Yozuvchilarga, shoirlarga, jurnalistlarga, ijod ahliga gonorar beriladi. Bu sir emas. Bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor narsa. Endi qonunchilikda gonorar tartibi o'zaro kelishgan holda. Aytaylik, siz menga mana bu masalani ko'tar deb shuncha beraman dedingiz. Men o'sha siz aytgan pulga rozi bo'lsam, bo'pti deyman. Rozi bo'lmasam, o'zimni narximni aytaman. Shuncha bo'ladi menga berishingiz deb. Agar siz ko'nsangiz, biz o'zaro kelishgan bo'lamiz. Menga ma'lumotlarni berasiz, men o'shanga qarab bir chiroyli qilib yozib tarmoqlarda tarqataman yoki gapiraman. Lekin muammo bunda emas. Bu shu yergacha to'g'ri hammasi. Har holda men to'g'ri deb bilaman. Mana shu yergacha bo'lgan gapimmi. Muammo boshqa joyda. Aytaylik, siz Eshmatboy akani lavozimdagi o'tirganini ko'rolmadingizmi yoki unga bir adovatingiz bormi yoki uni noloyiq deb bildingizmi? Xullas, u haqda menga ma'lumotlarni berdingiz. U oldin jinoyatchi bo'lgan va hokazo, bunday qiladi degan ma'lumotlarni faktlar bilan taqdim qildingiz. Shuni yozib chiqqin, chiroyli qilib qolipiga solib yozib chiqqin dedingiz. Va menga kelishilgan summani berdingiz. Lekin men yozmasdan Eshmatboy akani oldiga borib turib, aka, siz haqingizda men mana bunaqa ishlarni bilaman. Nima qilib yozib chiqaymi yo murosa qilamizmi desam, undan kattaroq pulni olib, keyin undan kelishilgan summani sizga qaytarib berib, uzr aka, men yozolmaydigan bo'lib qoldim deb o'rtadagi mana summani olib jimgina yuraversam, bu endi meni nomardligim bo'ladi. Bu endi meni ablahligim bo'ladi. Chunki men siz bilan kelishdimmi bo'ldi, uni yozish kerak. Endi summasi qanchaga kelishsak, 1 so'mga kelishamizmi, 1000 so'mga kelishamizmi, bu o'zaro bo'ladi. Lekin siz bilan kelishib boshqasiga borib, uni u haqda, u bilan mana bu material haqida gapirishim, bu shantajga kiradi. Shantaj yomon narsa. Mana nima uchun jurnalistikamizni ayrim yoshlari oqsab qolishadi, qoqilishadi shunaqa joylarda. Kamina 23 yildan beri jurnalistman. 2003-yili bitirganman xalqaro jurnalistikani. Va qonuniy ishlab kelaverish kerak. Murojaat qildingizmi? Qalam haqqimni bering. Bu pora emas. Bu qonunchilikda bor narsa. Istasangiz surishtirib o'rganib oling. Lekin siz bilan kelishib boshqasiga o'tsam, bu endi nomard ishi bo'ladi. Mana ko'p jurnalistlarimiz qayerda xato qilishadi. Shuning uchun ham ko'p jurnalist deb ben asosan blogerlar bu masalaga duchor bo'lishadi. 165-moddaga ko'p peshanasini borib uradi. Mana
muammo qayerda? Bu endi O'zbekiston ichidagi gaplar va ijtimoiy tarmoq asosan shu mavzuni gapiryapti hozir. Shuning uchun mana asli gap qayerda ekanligini biroz aytib o'tdim. 5 minut shunga ajratdim, rozi bo'lasiz. Chunki oramizda yosh jurnalistlar ham bor, kuzatib boradi. Bu safar mana uyga vazifani men oppoq qog'oz, chunki yozib olib o'qib bersam ayrimlar e'tiroz bildiryapti. Misol uchun Eron mavzusiga kiradigan bo'lsak, ana hujumga o'tdi, ana Amerika hujumga o'tdi, biz aytyapmiz, yo'q, rejim ag'darilmaydi dedik. 2-3 ta video oldin. Bu namoyishlar agar tashqaridan aralashuv bo'lsa, Eron birlashadi dedik. Hali namoyishlar ketayotgan paytda aytdik. Yana Xudo biladi deb gapirdik. Lekin siyosiy tahlillardan kelib chiqib, vaziyatni ko'rib, o'rganib borayotgan odam sifatida yo'q, bu bunaqa bo'lmaydi. Bu tinch edi deb gapirdik. Hatto oldingi videolarda tinishni boshladi degani bir voqea avjiga chiqadi-da, kulminatsiyaga chiqadi. Keyin sekin pasayishni boshlaydi. Mana shu pasayishni boshlash, shu tinishni boshlash degani. Keyin sekin tindi bo'ladi keyin. O'shaning uchun mana hozir endi yo'q. Hozir bemalol aytish mumkin yo'q. Lekin o'sha paytda tinishni, endi pasayishni boshlagan edi. Nega yozib olmading deganlarga ko'rsatmoqchiman endi. Qayerdan nima o'qiyapman va hokazo. Tarjima funksiyasi bor, internetda bemalol o'zbek tiliga tarjima qilish mumkin. Avvalo Eronda mana oldingi 12 kunlik urushda ham bu uzoqqa cho'zilmaydi, bu bo'lmaydigan narsa. Ishonib qolmanglar, hamma endi podpislikni orttirish, obunachini ko'paytirish uchun har xil xabarlar tarqatadi. Darrov ularga aldanmanglar deyman. Sabablarini tushuntiraman. Ozgina kompyuterga qarataman endi. Birinchi mana National Geographic mana shu saytda, bu o'zbekchaga tarjima qilingan, o'zi inglizcha bu. Mana shu suratni ko'rib turibsiz. Bu Hormuz bo'g'ozi haqida. Sal kattalashtirsam ko'rinsa kerak. Mana agar Eronda jiddiy urush boshlansa, qarang, neft qayerlarda? Iroq, Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, hatto Eronni o'zi ham. Mana bu yer Hormuz bo'g'ozi. Bu yerni Eron nazorat qiladi. Agar bu yer to'silib qolsa, mana shuncha neft bu yerdan o'tishi to'xtab qoladi. Bu yerdan dunyoni 20% nefti o'tadi va neft narxiga ta'sir qilib qoladi. Tushuntira olyapmanmi? Agar neftga narxiga ta'sir qilsa, neftning narxi ko'tarilib ketib qoladi. 100, 200, balki 300 dollar bo'lib ketar. Bunisini endi Xudo biladi. Bu esa bevosita Rossiyaga foyda keltirib qoladi. Rossiyada qora oltin haqiqiy oltinga aylanib qolishi mumkin. Muammo shunda, chunki hozirda Rossiyani neftini narxini pasaytirib turishibdi. Agar Eronda urush boshlanib qolsa, bundan Rossiya yutadi. Bundan Xitoy yutib ketib qoladi. Mana shu tomonlarni ham bunday taroziga solish kerak. Faqatgina shu Eron, Isroil, Eronni yoki ichi deb tor bitta doirada emas, dunyo bo'yicha xalqaro iqtisod masalasi, neft masalasi, eksport, import masalalari bo'yicha ham ozgina fikr yuritish kerak-da. Bu yerda agar mojaro jiddiylashib ketsa, avtomatik tarzda neftning narxi oshadi. Bu esa o'zi shundoq ham Rossiya, Xitoy, Hindistonga yutqizyapman deb o'ylayotgan Tramp uchun yana bitta katta bosh og'riq bo'ladi. Rossiyani yana kuchaytirib qo'ygan bo'ladi. Bu bitta surat. Endi
Sizlarga ozgina Abbos Aroqchi, tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchini fikrlarini ozgina qo'yib beraman sal oldinda. Okay. The reason I have to explain, and this is important, why they started to shoot at people for Abbos Aroqchi Fox News muxbiri bilan gaplashyapti va bu yerda boshqa bir sabablari ham bor deyapti. Nima uchun ular odamlarga o'q otishdi? one reason they wanted to increase the number of deaths. Ular o'limlar sonini oshirishmoqchi bo'lishdi. Why? Because President Trump has said that if there are killings, he would intervene. Nima uchun o'limlar sonini oshirish kerak? Chunki Trump, Amerika prezidenti Trump agar u yerda o'limlar bo'ladigan bo'lsa, Amerika urushga Eronga kiradi deb gapirgan. And they wanted to drag him into this conflict, and that was exactly an Israeli plot. Mana shuning uchun ham Isroilning rejasi Amerikani bu yerga jalb qilish bo'lgani uchun ular o'ldirishni They wanted to drag boshlashgan. the President of the United States in this conflict. Ya'ni shu konfliktga, shu mojaroga Trampni jalb qilishni maqsad qilishgan. So they started to increase the number of deaths by killing Shuning uchun ular ordinary people, by killing police officers. odamlar, oddiy fuqarolarni yoki politsiya xodimlarini o'ldirish orqali o'limlar sonini ko'paytirib ko'rsatishni harakat qilishdi deyapti. Starting a kind of, fighting inside the different cities. Mr. Foreign Minister, you're saying Xullas demoqchi bo'lganim, ya'ni bu yerda Amerika tuzoqqa tushmasdan qutulib qoldi. Agar hozir kirib qolganida edi, ya'ni Eronga shu Isroilning fitnasi tufayli qaragin, Eron o'ldiryapti odamlarni deb sonini sun'iy ravishda oshirishdi. Aslida unaqa bo'lmagan bo'lishi kerak. Amerika esa yo'q, kirmaslikni ma'qul ko'rdi. Hatto hozir mana bu yerda Trump says Iran's Reza Pahlavi seems very nice but unsure if he can garner support. Misol uchun bu yerda aytayaptiki, Reza Pahlavi yaxshi odam deyapti. Men soddaroq tilda tarjima qilyapman, lekin hukumatni boshqara olishiga ko'zim yetmaydi. Uni qo'llab-quvvatlash kerak emas deb qabul qilyapti endi. Ya'ni Pahlavi bilan uchrashmadi Trump bu yerda. The Times of Israel mana 16-yanvar bu yerda ko'rinyapti deb umid qilaman. Bu yerda nima deyapti? Endi qarang, Washington Post gazetasi yozyapti. Israel and Iran secretly reassured each other they would not preempt. Sizlar ham o'qiyapsizlar, bu yerda shunday deyaptiki, Isroil deyapti. Washington Post yozyapti bu gapni. Isroil Eron bilan yashirincha uchrashuv, muzokaralar olib borganda va bir-biriga o'q otmaslik bo'yicha kelishuvga boryapti. Ya'ni sen menga otma, men senga otmayman. Bir-birimizdan urushmaymiz deb bu 2 kun oldin shu narsa chiqyapti mana xabari. Yana nimani ko'rsatishim kerak edi? Mana buni endi. Bu yerda Erondagi bir jurnalist o'zini Twitter'dagi sahifasida shu narsani yozyapti. Men endi bularni hammasini nima qilmadim? Mana bu yerda tarjima funksiyasiga kirdim. Xabaringiz bo'lsa, oldingi videoda 8-10 yanvar kunlari bo'lgan vayrongarlikni 53 ta masjid deb gapirgandim. Bu yerda mana tarjimasini qarang. Eronga yetkazilgan so'nggi zarar bahosi 250 ta masjidga zarar yetkazildi deyapti. Mana bu yerda inglizchasi. Buni qayerdan olding demasliklaring uchun mana bu yerda yozib chiqqan hammasini. Shu Ariya degan mana odam. Va men buni hammasini sizlarga mana bu yerda tayyor tarjima funksiyasi bor dedim-ku. Qiyin emas hozir.
Texnologiyadan foydalanish oson. 250 ta masjidga zarar yetkazildi. 20 ta Husayniya diniy markazga zarar yetkazildi. Guliston viloyatida Imomiy masjidi kirish eshigi vayron qilindi. Faqat Tehronda yuzlab xususiy transport vositalari yonib ketdi. 364 ta yirik do'konlarga zarar yetkazildi. 419 ta kichik do'konlarga zarar yetkazildi. 30 ta viloyatda zarar haqida xabar berildi. Rasht va Ilamda tibbiy va davolash markazlariga zarar yetkazildi. 182 ta tez tibbiy yordam mashinasiga jiddiy zarar yetkazildi. Yong'in xavfsizligi mashinalari va uskunalariga 5.3 million dollar zarar yetkazildi. Bank yo'qotishlari bilan bog'liq 14 million dollar zarar yetkazildi. 317 ta bank filiali butunlay vayron qilindi. 4700 ta filialga 10%, 90% atrofida, endi hammasi eng kamida 10% ekan, ko'pida 90% zarar yetkazildi. 1400 ta bankomatga zarar yetdi. 250 ta bankomat butunlay ishlamay qoldi. Elektr energiya sektoriga 6.6 million dollar zarar yetkazildi. 265 ta maktab va ta'lim markaziga jiddiy zarar yetkazildi. 3 ta yirik kutubxona yoqib yuborildi. 8 ta madaniy muassasa, madaniy meros va turizm obyektlari jiddiy zarar ko'rdi. 4 ta kinoteatrga hujum qilindi. Bu qayerda? Tehron, Nishopur, Borujert va Shahin shaharlarida. Mana shu jurnalist o'zini surishtiruvida yozyapti va mana bunday suratlarni taqdim qilyapti. Mana mashinalar, masjidlar, bu balki kinoteatrmi, bunisini bilmayman, va umuman ko'chadagi kichik do'konlar. Mana bu yerni ko'rsatgan edim. Demak, endi o'zimga qarataman. Mana sizlarga mana shularni men qog'ozlarga yozib olardim, daftarimga yozib olardim, qissa qilib, keyin sizlarga gapirib berardim. Oldin ham aytganman, Google bor, YouTube bor, voqeani ko'rish mumkin, Googledan o'rganish mumkin, tarjima funksiyalari bor deb gapirganman undan oldingi videolarda. Hatto Erondan to'g'ridan-to'g'ri xabar berayotgan jurnalistlarni ham ko'rsatdim. Ya'ni bu narsada darrov qaysidir saytlarga, qaysidir tahlilchilarga ishonib turib xulosa qilish kerak emas. O'rganish kerak. Darrov fikrlarni ham yozib tashamanglar. To'xtab o'rganadi, o'rganib bizga gapirib beradi. Chunki sizni ishingiz, bilmayman nima sizni ishingiz, ya'ni siz kun bo'yi o'sha ish bilan bandsiz. Meni ishim jurnalistika. Xalqaro jurnalist degan diplomim bor meni. Va meni vazifam sizlarga mana shu dunyodagi xabarlarni bunday mujassam qilib, bir yarim soat har kuni, iloji boricha endi har kuni, bo'lmasa 2 kun, 3 kunda bir shuni gapirib berish. Mana bunday bo'lyapti, mana bunday bo'lyapti. Holat shunaqa bo'lyapti deb gapirib berish. Shu buning uchun darrov haligi molingiz yutqizayotgandek bir sporlashib, bahslashib, so'kinishib ketish shart emas. Fikrlarni iloji boricha madaniy tarzda, to'xta, bu ham o'zimiz bitta vatandosh. Harakat qilyapti, bir narsalar gapirib beryapti deb to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qilib o'tib ketavering agar yoqmasa fikrim. Yoki agar yoqmasa, Bodirxon, sen shu yerda og'ayni sal adashding, aslida bunday deb ketsangiz bo'ladi. Chunki o'rtada garovga tikilgan mol yo'q. Maqsad ozgina dunyodan xabar berish. Boshqa jurnalistlar ham xabar beryapti. Ularni rakursi, ularni nuqtai nazaridan qarayapsizlar. Meni ham nuqtai nazarimni bir o'zlaringga olib olinglar. Doim aytaman, 5-6 ta jurnalistlarni ko'ringlar, bir kishiga suyanib qolmanglar deb. Hamma jurnalist, hamma hamkasblarimiz harakat qilyapmiz. Men ularning ishlariga ham omad tilayman. Men ularni misol yomonlamayman. Ularning o'zining pozitsiyasi bor. Meni o'zimning pozitsiyam bor. Siz faqat menga yopishib qolmang yoki faqat unga yopishib qoling demayapman-ku. Hammani ko'ring. Endi shu yerda Amerika faqatgina neft uchun to'xtab qoldimi degan savol bo'ladi. Yo'q, faqatgina neft uchun emas.
hali Venesuela masalasi batamom tinchigan yo'q. Endi Rodriges gaplashib o'zaro kelishyapti, lekin xalq hali to'xtagan yo'q-da. Hali Nobel mukofotini olgan bor edi-yu, Machado. U borib Nobelni sovg'a qilibdi. "Men senga shu kerakmi? Shuni deb butun dunyoda tartibsizlik qilyapsanmi?" deb. Ustidan kulibdi shekilli-da endi. Lekin boshqa joyda ham gap bor. Mana Kubada kechadan boshlab Kuba aholisi Amerikaga qarshi namoyishlarni boshladi. Venesueladan keyin o'zi ko'plab Amerikani atrofidagi davlatlarda hayronlik bor. Nega deydi? Venesuela qanday axir bitta davlatni prezidentini boshqa bir davlat bemalol o'g'irlab ketishi mumkin? Qanday bu tarixda bo'lganmikin? Balki bo'lgandir. Bir 50-60 yillarda bo'lgandir. Men endi u taraflarni bilmayman. Lekin g'alati-da. Prezidentni o'g'irlab ketsa. Umuman tushunarsiz. Kuba shuning uchun oyoqqa turdi. Namoyishlar qilyapti. Endi Grenlandiya masalasi hali ham ikkilanib turibdi. Hozir Yevropaning bir nechta davlatlari Trampga shunday bir xabar yetkazmoqchi, chunki o'zlarini askarlarini, harbiylarni jo'natishyapti Grenlandiyaga. Va nima deyishmoqchi? Agar sen Grenlandiyadan xavotir olayotgan bo'lsang, Rossiya bilan Xitoyni suvosti kemalari suzib yuribdi, ertaga Grenlandiyani olib qo'yadi. Shuning uchun man olay deyotgan bo'lsang, ko'ngling to'q bo'lsin, xotiring jam bo'lsin. Biz ham himoya qilamiz deb turib, askarlarini Grenlandiyaga joylashtirishga qaror qilishdi. Rossiya bilan Xitoy Grenlandiyani o'ylagani yo'q. Balki o'ylagandir. Lekin har holda buni ommaga chiqargani yo'q. Hozircha Grenlandiya haqida Yevropa va Amerika o'ylayapti. Va ikkalasi ham, Amerika ham, Yevropa ham. Endi Yevropaning hammasi emas, aytdim-ku, 3-4 ta davlatda askarlarni olib borib qo'yyapti va aytmoqchiki, Rossiya egallab oladi yoki Xitoy egallab oladi. Lekin ular o'zlari bir-biridan hayiqyapti. Buni faqat oshkora aytmayapti. Ertaga Grenlandiya uchun Yevropa bilan Amerika urushadigan bo'lsa, mabodo endi buna bo'lish ehtimoli juda kam. Lekin mabodo bo'lib qolsa, Rossiyadan yordam so'rab qolsa, hech ham ajablanmasdim. Buning uchun esa Yevropani, ya'ni Zelenskiyni tezda almashtirishlari kerak. Rossiya bilan muzokaralarni boshlashlari kerak. Fransiya orqa o'roqdan boshlab bo'lgan. Ayrim Yevropadagi, ayniqsa Sharqiy Yevropadagilar boshlab bo'lishgan. Ispaniya ham muzokaralarni boshlagan. Balki bu men shunaqa bo'ladi demayapman. Darrov xeyterlarim, jonajon xeyterlarim nafratni sochish shart emas. Bo'ldi, ke Putin, gap yo'q. Sani sanksiyalarni hammasini yechamiz, sen bilan gaz shartnomalari, neft shartnomalarini boshqatdan ko'rib chiqamiz. Bo'ldi, Ukrainadan qayer kerak? Odessagacha shu Dneprni u yog'i sang kerakmi? Bo'ldi, beramiz. Bizni mana bu Grenlandiyamizni saqlab qol deb qolsa nima bo'lar? Endi bundan demaydi, mabodo deyman-da. Juda bu taqdirni charxpalagi teskari aylangan bo'ladi. Necha yildan beri NATO tug'ilgandan beri Rossiyaga qarshi mafkuralar shakllantirishdi. Yelsinni bir yaxshi ko'rishdi, chunki Yelsin ozgina ichuvchi edi, piyanistdaroq edi. Parvo qilmagandi. Putinni gapga kirmasligini bilib, Putinni Rossiyani buyuk qilishini ular azaldan bilib turib, yana eski qudratini tiklay oladigan odam ekanligini bilishgani uchun Putinga qarshi g'oyalarni shakllantirishdi, g'oyalarni singdirishdi. Putin yomon, Putin yomon, Putin yomon. Lekin mana bu orqa 3 ta video oldin adashmasam
4 yildan beri kurashayotgan Rossiya hali Yevropaga ko'z olaytirgani yo'q, lekin orqadan pichoq yeydi Yevropa deb gapirgandim. Grenlandiyaga Amerika ko'z tikishni boshladi deb gapirgandim. Agar rostdan ham bu yerda janjal chiqib qolsa, NATO parchalanadi. Va Yevropani hammasi bo'lmasa ham bir qismi Rossiyaga yashil chiroqni yoqishi mumkin. Bu shunchaki fikr. Shunaqa bo'ladi demayapman. Ozgina tabassum bilan gapiryapman-ku. Bugungi shu do'stlar, Eron haqida ozgina gapirdik. Mana mojarolar. Endi bu yog'i supur-sidir ishlari, tozalov ishlari, albatta hozircha 16 mingta kuzatuv ostiga olingan odamlar bor. Ulardan 800 tasi chetdan kirib kelganlar deyishdi. Ular agent bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham BMT va Amerika, Isroil boshliq G'arb namoyishchilarni o'ldirmagin deb gapirishyapti. Aslida o'sha 800 ta ular kiritgan odamlarni o'ldirmaslik haqida gap ketyapti. Ularni odamlarini Eron birma-bir savol-javob qilib, yana ham ko'proq ma'lumot olgandan keyin balki ularni garov sifatida ushlab turar birmuncha vaqtga. Lekin hozirdan shuni aytib qo'yay, shu bilan Eron tinchib ketmaydi. Chunki Isroil baribir dushmanligini qiladi. Amerika bu safar ham tuzoqqa tushmadi deb turibdi. Endilikda Saudiya Arabistoni, Pokiston kichik bir NATOga o'xshagan ittifoq tuzishadi. Endi Pokiston modomiki qo'shilsa, o'z-o'zidan Pokistonning strategik hamkori Turkiya ham qo'shilib qoladi. Lekin shuni aytishim kerakki, mana shu o'tgan oxirgi 2-3 haftada Turkiya Eron tarafida turdi. Buni istagan turk kanallaridan ko'rishingiz mumkin. Eronni balki qalban, balki jismonan himoya qilib turdi. Noto'g'ri bo'lyapti, bunaqa ish bo'lmasligi kerak edi. Lekin diplomatiyada Eron tarafida turgan Turkiya muvaffaqiyatga erishdi desak ham bo'ladi. Ya'ni haqiqatdan u yerda Amerika uchun tuzoq qurilayotganini yetkazishda balki Hakan Fidanning xizmati bordir. Buni yana endi vaqt ko'rsatadi. Hozircha shu do'stlar, kuzatib borayotganingiz uchun rahmat. Like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Keyin yaqinlaringizga uzatayotganda ularga ham ayting, obuna bo'lib qo'ysin. Choyxonada o'tirganda ham gapirib berayotganda obuna bo'lib qo'ygan o'zimizni vatandosh deb qo'ysangiz xursand bo'lardik. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Keyingi efirda ko'rishguncha xayr. Rahmat, sog' bo'linglar.